Arablarning islomdagi imtiyozli mavqei masalasi juda qadimiy tarixga ega. Hatto ayrim belgilarga qaraganda, islom va musulmonlar tushunchalari Makkada payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hayotlik paytida emas, balki ancha keyin arablar Fors va Vizantiyani zabt etgandan so'ng shakllangan bo'lishi mumkin. Arab qabilalarining boshqaruvi ostida juda katta hududlar va turli xalqlar bo'ysundirilgach, ularni qanday qilib birlashtirish masalasi yuzaga kelgan. Shu bois orqaga qarab turib, islom barcha millatlarni diniy birlik orqali bog'lash va arablarning bosqinini asoslab berish vositasi sifatida yaratilgan degan qarash paydo bo'ladi. Bu nazariyaga eng katta dalil islom tarixchilaridan tashqari hech kim 6-asrda yangi din va musulmonlar haqida hech qanday ma'lumot bermaganidir. Islom tarixchilari bilan o'sha davrning noislomiy manbalari o'rtasida yagona o'xshashlik arab istilolarining o'zi bilan bog'liq. Masalan, 6-asrda yozilgan suriyalik manbalar arablarning talon-toroj yurishlarini tasvirlaydi, lekin ularning islom da'vati bilan shug'ullanganini tasdiqlovchi dalillar yo'q. Ba'zi tadqiqotchilar islomning mustaqil din sifatida shakllanishini 6-asrdagi nestralianlik, ya'ni nasroniylikning bir yo'nalishi bilan bog'laydi va uni arab bosqinchilari orasida tarqalgan diniy oqim deb qaraydi.